Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan yana men va bugun sizlar uchun navbatdagi qiziqarli vlogni taqdim etmoqchiman. 28-aprel kuni Toshkent shahridagi UzExpo markazida Woodtech Mebel Expo Uzbekistan, ya'ni mebel va interyer yo'nalishidagi xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tdi. Bugungi vlogimiz aynan shu ko'rgazmada. Ko'rgazma juda katta miqyosda tashkil etilgan bo'lib, unda turli davlatlardan kelgan kompaniyalar, ishlab chiqaruvchilar va investorlar ishtirok etishdi. Bu yerda nafaqat mahsulotlar namoyishi, balki davra suhbatlari ham tashkil etilgan edi. Mijozlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi. Umuman olganda muhit juda jonli va professional darajada edi. Har bir mahsulot o'zining sifatli funksionalligi va dizayni bilan ajralib turadi. Ayniqsa, minimalizm uslubi juda ko'p uchradi. Ko'rib turganingizdek, minimalizm bugungi kunda trendga aylanib ulgurgan va interyer dizayndagi keng qo'llanilmoqda. Shu yerda men mashhur Hettik kompaniyasi vakili bilan suhbatlashdim. Room spin sistemasi. Bu sistema 1 kvadrat metrda 2 kvadrat metrga teng bo'ladigan saqlash joyini yaratishga yordam beradi. O'z kinematikasi bo'yicha ishlaydi va bitta korpusning ichida 2 xil shkaf bekitsa bo'ladi. Magazinlovchi juda qulay variant bo'lishi mumkin. Bir tomonida vitrina qilib, ikkinchi tomonini sifatida ishlasa bo'ladi. Sotuvlari boshlanmagan, xudo xolasa yozda sotuvga chiqib, hamma informatsiya oshkor etiladi. Men keyingi pavilyonga o'tdim. Bu yerda ham turli kompaniyalar o'z taqdimotlarini davom ettirishayotgan edi. Jumladan, Mesan kompaniyasi va bir qator firmalar o'z mahsulotlarini namoyish etishdi. Ko'rgazma davomida mehmonlar zerikib qolmasligi uchun qiziqarli chiqishlar ham tashkil etilgan. Masalan, skripkada mashhur Despacito musiqasi jonli ijro etildi. Oldinlari odamlar yo'l bermasdi. Endi esa texnologiya shunchalik rivojlanib ketdiki, robotlar yo'l bermayapti. Men o'zim qiziqqan kompaniyalardan biri Iskin Boya Paint bilan yaqindan tanishishga qaror qildim. Shu yerda men kompaniya asoschisi Miss Nesrin Aydo'g'an bilan intervyu o'tkazdim. Yordamchim yo'qligi sababli shtativimni o'rnatib, mikrofonlarni taqib, intervyuni o'zim mustaqil boshladim. Afternoon, Mrs. Resning. Hi. Tell me about your company. Hi again, welcome to visit us. We are the Turkey-based manufacturer company. Almost 30 years experience we have. So we produce solvent-based, acrylic-based paint and coating for the furniture industry. So we have been attending this show 3 times in 3 years. So this year we would like to introduce our new projects. It's about UV-based materials. So what we produce this year, we produce edge banding, UV-based edge banding materials, and also wall panel, PVC ceiling, and flooring coatings too. That's great. Yeah. What are you doing in the future? So for future, we try to produce eco-friendly products. It's very important for our world. Also, we have colleagues and distributors here, so we try to keep going with the markets. Thank you very much for attention. Good luck your team in the future. Thank you so much.
tashqariga chiqib, qolgan kompaniyalar faoliyati bilan ham yaqindan tanishdim. Bu yerda ham bir-biridan qiziqarli jarayonlar bizni kutib turardi. Har bir hududda alohida texnologiya, alohida yondashuv va albatta yangiliklar. Mana bu yerda men juda qiziqarli stanoklardan biri haqida batafsil ma'lumot Keling, oldim. stanokni ko'rsatib tushuntiraman sizga. Tanishtirsam, u egzotik promkasi servomotorli bo'ladi. Hamma upravleniya mana shu joyda boshqariladi va stanoklar agregati mana shunday yoqiladi hamma. Bo'ldi, tayyor. Endi yog'iga kromka qo'yilgan, kromkaga detal uramiz mana. Bizani bu joyimizga kromka urib beradi. Kromkani ko'rsataman, qarang. Avallarini ochib beradi. Yonlarini avval qilib beradi. Mana yonlarini avval qiladi. Silliqlab beradi, polirovka qilasi bor, plastik sikliyasi bor. Hozir bu tomondan kromka uriladigan bo'lsa, yonlarini round qilib beradi, round agregatlari bor. Full variantda bu. Hozirdan bu holatda. Men bu holatga olib keldim. Round agregatlari bu mebelchilarga juda qiziq, roundni qanaqa sifatli ishlashi, mana round holatlari. Juda chiroyli chiqadi. Kerakli ma'lumotlarni olib, men yo'limni davom ettirdim. E'tiborimni mashhur Dafna mebel kompaniyasi tortdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun 28-aprel kuni Dafnani stendida turibmiz. Biz sizlarga aytib o'tamiz, bizda yangi qilingan divanlarimiz, yangi modeldagi kreslolarimiz, art kreslolarimizda hamda bizani ko'tarib tushiradigan mexanizmli stovimiz bilan tanishtirib o'tilgan. Hamda bizda lepkaga qo'yiladigan yangi universalniy anaqamiz bor. Nima bu? Ismi nima buni? Как его зовут? Беседкamiz bor. Yana bizda bestseller kreslolarimiz ko'rsatib o'tilgan 5 ta vidida ko'rsanglar bo'ladi. Har xilida rukovodительskisi ham bor, bularni посетительскийлari ham bor. Bemalol olsanglar bo'ladi. Dafna kompaniyasi hamda Dafna kompaniyasining har bir sotuvdan ona fondiga mablag' ajratiladi. Vaqtim chegaralangani sababli biroz dam olib, keyin ishlarim tomon shoshishga to'g'ri keldi. Yana yangi vloglarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.